Sorry. Ma'lum, u kishi kasb uyushmamiz raisi, komissiya a'zosi, u kishi boshlig'imiz komissiya raisi, birinchi o'rinbosarimiz komissiya a'zosi, muhtaramiz komissiya a'zosi. Bu kishi bilan Shakir Imkonovga ikkinchi oy balkonga nomzod berganmiz, vakant berganmiz. Shu vakantga nomzod bo'lgan Jamol va Dilbar Amalовna. Hurmatli nomzod, komissiya tarkibiga nisbatan e'tirozlaringiz bormi? E'tirozingiz yo'q bo'lsa, birinchi qatorda 4 ta bilet to'lashlari uchun shundan xohlaganingizni olib, minbarda ovozga chiqarib javob berishingiz kerak. Tayyorlanib olish uchun savollar va beriladi. Yo'q. To'g'ri nimada ba'zi sistemalar birinchi bal nechi baldan nechi balgacha qo'yiladi. Mana 5 ball, 10 ball. 20 ballikdan qo'ysa agar, qo'ysalaringiz, 56 hammasiga to'liq javob bersa, 60 ball, 56 ga 6 balldan yuqori bo'lsa, o'tgan hisoblanadi. 56 ga 6 balldan kam bo'lsa, Nechta savol? 5ta, 5 ta. 5 ta. 20 balldan qo'ysa 20 ball. Mana shunday 100 ballik tartibda. 20 ballik tushunmay. Jamol va Dilbar Amalov. Qonunga chanoqli savol, qonunga chanoqli oldidagi ishlash tasnifi, qonunlarning rivojlanishning qonunlari. Значит, qonunga chanoq oldinda kelishi ko'pincha 85% homiladorliklarda 85% homila boshi bilan keladi. Teskari kelishda 15% tashkil qiladi. Endi bunda 3 xil kelishi bor. Ya'ni homila chanoqning oldinda kelishi to'g'ri chanoq edi. Ruscha aralashtirib bersa bo'ladimi? Ruscha aralashtirib bersa. Чисто ягодичное предложение. Лет ракам belgilasin. Чисто ягодичное предложение. Bunda chanoqdan bo'lgan va tizzasidan tepada bo'ladi. Bunda чисто belgilanib yo'lda homila bilmaslik kerak. Ikkinchi holatda bu смешанное предложение. Bunda homila oyoqchalari yugurgan, ya'ni nafas chiqib o'tgandek holatda bo'ladi. Bunda oyoqchalari bilan dumbachalar sinishi holatda keladi. Va uchinchi ko'rinishi bu чисто ножное предложение, ya'ni homilani oyoqlari pastga bo'ladi. Endi asosiy asoratlari nimadan iborat? Xalq omillari. Ko'p homiladorlikda antenatal parvarish. Ko'p homiladorlikda antenatal parvarishni nagaraja bu значит ko'p homilasi dvorning aytiladi. Bu holat ham monoxarial, значит platsentaning joylashishi, platsentaning soniga qarab va embrion bo'shlig'ining soniga qarab aytiladi. Ya'ni bitta homila, ikkita homila, bitta nimada xarialni nima bo'lsa, ichida ikkita amniotik bo'shliq bo'lishi. Shunga qarab 6 xil turlar bor. Bu monoxarial, monoxarial monoamniotik, egiz homila dvorni hisoblanadi. Bo'lmasa monoxarial biamniotik dvorni hisoblanadi. Ba'zan bo'lishi mumkin triamniotik, trixarial dvoyni или тройni bo'ladi, bu yerda troyni bo'ladi. Ba'zan bitta homila, bitta nima ichida, bitta xarial zobit ichida, bitta platsenta ichida ikkita homila bo'lishi mumkin. Homilador ayollarning tez immunizatsiyasida profilaktik chora-tadbirlar. Homilador ayollarning tez immunizatsiyasida asosiy profilaktik chora-tadbirlar bu homiladorning sensibilizatsiyaga qarab beriladi. Agar homilador ayol res otritsательный bo'lsa va uning eri res otritsательный bo'lsa, bu ayollarga hech qanday chora ko'rilmaydi. Chunki ularning tug'iladigan farzandi ham res otritsательный bo'ladi. Agar res otritsательный homilador ayolning eri res положительный bo'lsa, bunday holatlarda ayollarga sensibilizatsiya kuchayadi. Bu nima degani? Bu oldingi holatlarda, ya'ni oldingi tug'ruqlarda bolada prezervativ bo'lgan bo'lsa, ko'p rod bo'lgan bo'lsa, abortlar bo'lgan bo'lsa, самопроизвольный bekitishlar bo'lgan bo'lsa, kesra secheniya, rubetslar bo'lgan bo'lsa, предложение platsenta shunaqangi xavf omillari tug'dirilgan bo'lsa, bunday holatlarda
ayollarga resensibilizatsiya bo'lmasligi uchun bunday holatlarda abortdan keyin yoki bo'lmasa kesma secheniyalardan keyin bu homilasida emas, keyingi homilasida bo'lmasligi uchun resensibilizatsiya o'tkaziladi. Ya'ni immunizatsiya o'tkaziladi. Bu immunizatsiya nima? Antivirus immunoglobulin degan narsa bor. Bu bolalar shu homiladorlik davrida rezus immunizatsiya, ya'ni otrisatsiyani qonida hech qanday antitelo bo'lmagan ayollarda qilinadi. Bu profilaktika keyingi homiladorlikda o'sha virus otrisatsiyani sensibilizatsiya uchun qilinadi. Lekin sensibilizirованный ayollarda o'sha holatda, ya'ni homiladorlik davrida agar titri 32dan past yoki 32dan baland bo'lsa, shunday holatlarda faqat ayollarda nazorat qilinadi, poliklinikalarda nazorat qilinadi. Doimiy ravishda birinchi kelgan payt 12 haftagacha bir marta qon olinadi, nazoratga olinadi, keyin 28 haftalar. Avvalgi o'tkazilgan kesishdan so'ng homilador ayollarda tabiiy tug'ruq va tabiiy kesish o'tkazishning afzalliklari va kamchiliklari. Endi oldin o'tkazilgan rubetslar bo'lsa ayollarda har bir ayolda agar normada bo'ladigan bo'lsa, ularda hech qanday somatik kasalliklar bo'lmasa, agar bachadon bo'lmalari yaxshi bo'lsa, rodovой деятельности yaxshi bo'lsa, yoshi 40 yoshdan kam bo'lsa, shunday ayollarda biz vaginal kesri secheniyatsiz vaginalniy rodlarga yo'l ochib berishimiz mumkin. Har bir xotinlarga, masalan, keladigan homilador ayollar bilan biz ish qilishimiz kerak. Ularga o'sha narsani keladigan homiladorlar o'zi tug'aman deydi. Masalan, oradan intervali yo'q, 1 yil, 2 yil intervali yo'q. Shunday holatlarda biz ayollarda muntazam ishlashimiz kerak. Chunki ularda o'ziga yarasha asoratlar bo'ladi. Преждевременный rod bo'ladi. O'tgan nimasida homiladorlik davrida rubetsi bo'lishi mumkin, traynoy rubetsi bo'lishi mumkin. Chunki bular agar vaginal rodga ketadigan bo'lsa, bu значит ertaga induksiya qilinadi, stimulyatsiya qilinadi. O'shanday holatlarda jiddiy ta'sirlari 2-3 barobar ortib ketishi mumkin. Shunga qarab secheniya ochilishi mumkin, serinsniy смертность bo'lishi mumkin. Muddatdan oldingi tug'ruq mavjud homilador ayollarni magnesiy sulfat bilan neyroproteksiyaga ko'rsatmalar ham qarshi ko'rsatmalar. Endi neyroproteksiya degani nima degani? Bu 26 haftadan 31-6, ya'ni 37 haftagacha tug'ruqdan oldin, значит, homiladorlik davrida shunday holat yuzaga keladiki, срочный homiladorda ayolni nima qilib olishimiz kerak? Saqlab qolishimiz kerak bolasini. Неминуемые преждевременные роды degan narsa bor. Bu ya'ni 24 soat ichida homila agar vaqtida biz оказание qilmasak, qo'mish оказание qilmasak, homila bo'lish ehtimoli bo'ladi. Bunda, значит, 1 soatda 8 ta сокращение va bachadon bo'ynining ochilishi 4 santimetr bo'lishi kerak. Ana shunday holatlargina 26 haftadan 31-32 haftagacha biz neyroproteksiya qilamiz. Neyroproteksiya sulfat magneziy bu nagrузочный dozalari bor va 2 xil dozasi bor. Нагрузочный dozada значит 16 millilitr kilogramm bo'ladi. Rahmat. Bilim bor, tajriba bor. Necha yil bo'ldi? 36 yil. 36 yil. 80. Tasavvur. Kim tasavvurda bo'lsa, burada preeklamsiya deb nima qilishadi? Preeklamsiya nima bo'ladi? Preeklamsiya bu gipertenziya sindromining kechikkan holati. Ya'ni surunkaliga arterial gipertenziyaga qo'shimcha gipertenziya holati vaqtida davollanmasa, bu gipertenziya bu somatik kasallik hisoblanadi. Ayolda o'zida ham bor, ayolda. Lekin homiladorlik davrida gestatsiya hisobidan, ya'ni homiladorlik hisobidan давление kelib chiqishi mumkin. Bu смешанный tur. Endi gipereklamsiyaning o'zini agar nimasini ko'radigan bo'lsak, gipertenziya sindromi kelib chiqadi. Surunkali arterial gipertenziya bu somatik kasallik, первичный bo'ladi. Keyin ikkinchisi gestatsionniy gipertenziya bo'ladi. Gestatsionniy bu faqat homiladorlik davrida, homiladorlikning ikkinchi polovinasida paydo bo'ladi va preeklamsiya o'sha неизлеченный gipertenziya sindromidan keyingi bo'ladigan holat. Bu murakkab protses bo'lgani uchun bu yerda preeklamsiyada boshqa organlarda ham somatik o'zgarish ketadi. Shuning uchun preeklamsiyaning darajalari bor. Preeklamsiyalarda o'zining boshqa
Отек, asosan proteinuria ketadi, отек ketadi. Undan tashqari giperrefleksiya holatlari, kuchli bosh og'riqlari, bu endi birinchisi simptomlari. Anuriya holatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda 4 soat ichida 100 millilitrdan kam siydik to'plansa. Kimga savol? Yo'q. Onu belirli barlarda koyup savarken bakmıyorum. Doğru mu? Belirli option var. Ha, doğru. Keyin pastdan uzoqlab ketamiz. Tamam. Hurmatli nomzod, komissiya tarafiga nisbatan yoki savollar rasmiy e'tirozingiz bormi? Bo'ladiganimiz sizga shaxsiy kabinetingizga komissiya javobi elektron tarzda yuboriladi. Muvaffaqiyatli bo'lsangiz rahmat. Sizga hurmatli nomzod, shoshilmang. Şu şartlarda ki yakılıp yeterse kabul ediyor. Komissiya Ben direkt erken tarkibi bilan tanishtiramiz. öyle çünkü. Xo'jalik Abdumanoqov kasbiy ishxonamiz raisi, komissiya a'zosi, Odil Islomov komissiya raisi, ish boshlig'imiz, Ramazon Uralovich, yo'llar ulashuv boshlig'i, komissiya a'zosi, Navziyo Muhammad Islomqulovni komissiya a'zosi boshqarib turamiz. Evet şu oyun. O'zimizdan chiqamiz. Sabah bölümden çıkalım. Çünkü kalmadı. Nomzod Hosimova Surayya Tohir qizi oilaviy poliklinikaga berilgan 5-chi oilaviy poliklinika uchun berilgan vakant ish o'rnimiz uchun nomzod sifatida hujjat topshirgan. Test balidan 62,5 test bosqichida 62,5 ball olgan. Hurmatli komissiya, so'zga shu savollardan. Sıkım atopyan. Savol hamda tarafli bilet nomerini aytasiz, ovozingizni chiqarib o'ting. Studiyadagi eshitish kerak. Karanlık. Bu yana. Telefon rakamı hiç sormadım. Var ya. Telefon numarayı. Bir rakamı koydum ya. Ne oldu? 12 bilet. Peki, hayır koyalım. Oxirgi ko'rsatilgan qo'shimchalardan keyin Hoş geldin. İçin aklına bir geçiyor. Tamam. 12 bilet. Birinchi savol. Poligrafiya nima deb yozibdi? Poligrafiya bu vena ichiga kontrastni jo'natib, tufagi va yo'llarni tekshirish usuli. Ikkinchi savol. Pilografiya nima? Birinci savol bakın, birinci savol ediyorum. Birinchi savol poligrafiya nima deb yozibdi? Poligrafiya bu vena ichiga kontrastni jo'natib, tufagi va tekshirish. İkinci savol. Pilografiya nima? Belki soru bakın, birinci savol bir cevap verin. Evet, yanında şey var. Sana 60 kere çıkarmış şunu var. Birinci savalla cevap vermek için şaşırmazsan nasıl cevap verin? Saval verin. Saval cevap verin. birinchi savol qaytadan javob bering. Ikkinchi savolga o'ting degandan keyin keyingi savolga. Birinchi savol. Poligrafiya nima deb yozilgan? Poligrafiya bu vena ichiga kontrast modda jo'natib, o't tufagi va o't yo'llarini tekshirish. Mükemmelden sonra cevap verin. Ha, senin oldu. Bana biz. Bundan kimde oldu? Savalla verin. Bir bakalım benim. Neyse, iki evi. İkinci savol. Pilografiya nima?
Filografiya beynaga kontrastini tushunadi. Buyraklar faoliyatini tekshirish usul. Oraya çok bir kam. Ne getireceğim? Yemeğine falan tekşirler. Ne diyorlar tekşirler? Sonra. Ya ben de ne diyorum ya? Buyraklarda tuz yig'ilganda yoki peshob ajratishadi. Buyrak kasalliklari tekshirish. Kimin ayı? Sayı. Sırayla. Normal tabii senin bu tarafın var ama cenab belli var. Heyecanlı hastalık. Boş başına nasıl? Başım mesela. Doğru zor benim. Uchinchi savol anafilaktik shok nima deydi? Anafilaktik shok bu organizmga dormondorlarning nojo'ya ta'sirlari natijasida yuzaga keladigan allergik reaksiya bo'ladi. Bunda allergik reaksiya yana oziq ovqatdan bo'lishi mumkin. Hasharotlar chaqqanda yoki chang havo yoki changli uyqudan bo'lishi mumkin. Buning belgilari tanada qichishish, qizarishlar, ya'ni yuqori nafas yo'lida nafas yetishmovchiliklardan bo'lishi mumkin. Keyin shishlar paydo bo'ladi, bosh og'rig'i, shular bo'ladi. Ularni birinchi yo'li agar dormondalar bo'lsa, dormondan to'xtatish kerak. Apnisa bo'lsa, dormondasi to'xtatiladi birinchi navbatda. Keyin darmon preparatlar qilinadi. Bemorga toza havo berish uchun eshiklarni, derazalarni ochib havo almashtiriladi. Allergik reaksiyani to'xtatish uchun efilin qilishingiz mumkin. Dördüncü yıl. Eritilgan antibiotiklarni qancha vaqtgacha ishlatish mumkin deydi. Eritilgan antibiotiklar 6 soatgacha ishlatiladi. Baş. Böyle var. Undan keyin ishlatsa, unda ham shu dormondani adaptatsiyaga erishadi. Bunun için ben kardeşim nasıl yapar şey? Yırtıgen var mı? Rangi qanaqa? Yana da nasıl yapar? Saqlash muddatiga sharoitiga. Agar siz bir antibiyotik ve toksik yaptılar, sitrosol erittir. Oksijen oluşum kaldı. Unga ishlaydi. Buna da soruga yaxshi, saqlanish yaxshi, emas yaxshi. Narxan tutulsa. Tekrar sorayım. 5-chi savol. Irrigaskopiya usulida qaysi organ tekshiriladi deydi. Irrigaskopiya usulida yo'g'on ichak tekshiriladi. Yo'g'on ichakdagi yaralar, og'riqlar bo'lsa qilish mumkin emas. Tekshirish usulini o'tkazishdan avval plasma qilinadi bemorga. Bunun maksatı ne şu? Shu yo'g'on ichakdagi itish qochishlar
Qo'shimchalar taqdim O'n ketish turlari. O'n ketish turlari ikki turga bo'linadi. Ichki va tashqi qon ketish turlari bo'ladi. Ichki qon ketishda quruq ko'migiga qarab, nimasiga qarab, rangiga qarab, ko'rfesini rangi bo'ladi. Shuni bilsa bo'ladi. Ichki qon ketayotgan. Tashqi qon ketish vena, arterial, kapillyar qon ketish turlari bo'ladi. qon ketishi ko'pincha qayta Ichki qon ketish turli xil tashqi yuzlanadi. Haftalar bo'lishi mumkin. avtomobilda yo'q. Qon ketishi mumkin. Ularni ichki qon ketishini to'xtatish uchun muzli xaltachalardan foydalanib, har yarim soatda muzlarni almashtirib, shifoxonaga yetkazguncha oldini olsa bo'ladi. Tashqi qon ketishda arterial, venos yoki kapillyar qon ketish yo'llari, ularni ham farqlash kerak. Arterial ketganda otilib chiqadi qon, venadan qon ketganda sizib chiqadi, kapillyar ketganda tomchilab oqadi. Bosim, arterial bosim kuchli bo'lgancha otilib chiqadi. Kapillyar qon tomirlar kichkina bo'lgan uchun. Hurmatli nomzod komissiya tarkibiga nisbatan savol imkoniyatiga nisbatan hurmat bormi? Sizga bo'lsa sizga shaxsiy kabinetingizga tanlov komissiyasi elektron tarzda yuboradi. Pasportingizni olib qiyin nomzod. Terma tumani Terma Termishmanni farqi sigirchilik Qarg'a manzili kishi ham 5-oylik vakant kelgan. Berilgan vakant ish o'rinligi uchun hujjat topshirgan elektron shaklda. Test bosqichidan 67,5 barobar. Nomzod komissiya a'zomiz kasb uyushmasi raisi Xo'jayev, birlashma boshlig'imiz komissiya raisi Odilbek Islomxo'jayev, yo'ldoshi nomzodlar birlashma boshlig'imiz komissiya a'zosi, bosh komishnerimiz Nazira Uston komissiya a'zosi. Komissiya tarkibiga nisbatan e'tirozlar bormi? E'tirozingiz yo'q bo'lsa, hurmatli komissiya, ruxsatlaringiz bilan savol nari qatordagi savollarni hamshiralarga o'chiring. Savolni ochishdan oldin hozir biz Zoom tashladimda, buni vaqti hozir chegaralangani uchun tugayapti. Ikkinchi kirish imkoni bormi? Bor. Hozir sizga tashlandi, o'shandan kiringizlar, o'shandan davom ettiramiz. Alo. Davay. Ha? Aytdim. Yo'q, nima? Rizodagi eshitilyaptimi? Eshitilyapti, marhamat, boshlaymiz. Bu to'lashlarga bog'liq hamda bor. Sizlarga qatordan boshladik. Nargisi Ana bular o'tib hozir insonlarga kuchli o'qib keladi. Bilimdan ham izlaytinglar, ovozingiz baland qilib, studiyagaga eshitish kerak. Birinchi savolga javob bersiz, komissiya keyingi savolga o'ting degandan keyin keyingi savol. 8-bilet. Birinchi savol ajralgan siydik miqdori kamayishini nima deb atamoqchi? Olimlar o'tgan deb ataladi. Shuni sizlarga kengaytirib aytgan shuni. Bitta so'zni aytib to'xtab qoldim. Siz tushungan kengaytirib. Bu siydik sutkada kam miqdorda ajralishi
Normalde kamakta acayip bir şey düşünüyorum. Aşağı kayısı var. Kayısı sen gördün. Hani bence fizik ajansına börek orqali ajraladi. Börekni qilib kamakda ajraladi. İstiyoruz. Börek oshi deyiladi. Tungi deyiladi oshi. Yok, pesi bol, seviyorum. İstiyoruz. Sevgililer konyak referansı dolayısıyla anlatılırsa madem bakın. Sevgililer aslı anlatılırsa madem bakın. Şey. İstiyoruz. Sevgililer aslı anlatılırsa madem. Beşinci soru. Meyve şirasını işgali nokta normalde geçirdi. Yani meyve şirası ilk. Kaçıncı soru doktor? Yok. Elman tanıyor. Değil kardeş tamam. Sınıfları. Başka bir var. Gitme. Bir puanlı hemşirelik için davranış şeyi. Yani tamam. Dörtte savaşım görmüyorum. İkincisi de ben de yedim. Pardon. Orada yorganın bir varlığını verin, boşan bağlı. Ben kendi selayısım ya. Ama simarik olduk böyle. Tekrar devam olmadı. Yani size takip edilen sorudan sorulan versiyon sohbeti var mı? Özgür olmuşsa size. Yani spot basışından şahsi kabinette elektron takip. Sorun benim de arkadaşlar. Geçeceğiz bir de. Sakız için. Nomzodlarımız tugadi bizga. Hammaga rahmat. Hurmatli komissiya a'zolari, hozirgi mana suhbat jarayoni YouTube ijtimoiy tarmoq orqali yoritiladi. Buni hamma ko'radi. U nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo ko'radigan suhbat jarayonlari belgilangan. Shuning uchun nomzodlarga iltimos bo'ladi, xolisona baholashlaringiz so'raladi. Rahmat, suhbatni yakunlaymiz. Egzo'dagi salomu alaykum. Assalomu alaykum. Men oldin aytdim. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Charchamasizmi? Salomatmisiz? Shunlarga aytganda ko'ra. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat bizga.